Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 16 mart 2025-yil. Arashan qo'chqorimiz Bahaybat nomli laqabli qo'chqorimiz ovga chiqdi, xudo xolasa. Qishi bilan bu yemda turdi. Qo'ylar tug'ib bo'ldi deyarli. Xudo xolasa endi ishni boshlaydi bu jonivor. Men buni qo'shgan sababim o'tgan yili shu tuqqan qo'ylar haftorga qochdi-da, ham ko'pchiligi qochdi. O'sha ko'pchilik qo'y charchab qoladi dedi. Endi to'g'ri charchaganlar charchadi, lekin qo'zi foyda ekanda. Hozir o'sha yozda tug'ilgan qo'zilar bemalol bozorga olib borsam 3 million atrofida sotiladi-da. Endi shunaqadan bir 10 tasini tug'ib bersa 30 million pul bo'lar ekan. Endi chorva uchun hozir mana go'sht narxini ko'ryapsizlar. Yaxshi foydada bu chorva uchun. Shunga qo'chqorni qo'shib oldim. Ja bo'lsa o'sha haftorga qochgan qo'ylarga mehr beramiz-da biroz. Mana shunaqa qilib o'zi har kuni tepib 3-4 tasini qochirib qo'yadi, xudo xolasa 10 kun ichida. Qo'zilarni oldi, 4 oylik, 3,5 oylik bo'lib qoldi. Demak, bularga o'sha qochaversa bo'ladi deb o'ylayapman. Jonivor. Ancha yuki bor, ancha. Endi tarozi yo'q menda. Tortib ko'rmadim, lekin so'ysang 100 kilo go'sht qilsa kerak deb qo'yaman o'zim. Chunki ancha уже oktyabr oyidan beri, даже oktyabr emas, sentyabr oyidan beri yemda turibdi jonivor. Bir yeganda 800 grammlik idish bor. Mayonezda 800 grammlik idishi. O'shandan bitta sechka deydimi, o'shandan bitta makka yeydi. 1 kilodan ko'p yeydi-da bu. 1,5 chiqmasa kerak, lekin 1 kilodan to'shdan ko'p. Ko'rdim demaydi uni. Ham oldimiz issiq. Mana shu salqinda biroz sportivniy formaga o'tib oladi-da jonivor. Ertaga kun issiqda bo'lmasam qiynalib qoladi bu. Где-то bir avgust oylarigacha ichida yursa qo'ylardi. Ona qo'ylar qochib qoladi, bir 20 tadan ko'proq ona qo'ylar bor. Keyin qolgani o'zini qizlari. Endi o'zini qizlari hali beri kuyga kelmaydi. Shu tajribadan bo'ldi. Keyin avgust oylarida buni ajratamiz-da, xudo xolasa. O'sha o'rniga olib kelgan qo'chqorimiz bor, akamiznikida mehmonda. Avgust oyigacha u kishining 3 ta qo'yi bor. O'sha 3 ta qo'yini qochirib keladi. Endi u kishi yaxshi qaraydi qo'yga. Xudo xolasa ungacha bu xizmatni qilib turadi. Qo'ylar daraga ketganda buni ajratib qo'yaman. Mana bo'ynida bo'yinbog'i bor. Shunday ozgina yemni chaqirsam yugurib keladi-da. Kataga qamab baylab qo'yaman. Chunki katagim sal yaxshi emas. Uncha-munchadan sakrab ketadi. Shunga bo'ynidan ip bog'lab qo'yaman. Qarang, yo'g'onligini qarang, jonivor, voy jonivor. Bugun ertaga junnoq qo'yamiz, xudo xolasa. Kemaga o'xshab yuribdi-ku, dengizda suzib yurgan kemaday-ku, qarang. Oh. Birinchi tuqqan qo'ymash. Demak, bunda hid bor. Bekorga buni qo'llamayapti.